Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilandi. Shuningdek, shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi ko'zda tutildi. Sudlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra, sudyalarning muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmasligi belgilandi. Shuningdek, sudyani muayyan ishning muhokamasidan chetlashtirishga yoki uning vakolatlarini to'xtatib turishga, boshqa lavozimga o'tkazishga faqat qonunda belgilangan tartibda va asoslarga ko'ra yo'l qo'yilishi ko'rsatildi. Prezident tomonidan qonun imzolangan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiya qilindi. Hukumat qarori bilan jismoniy shaxslar tomonidan qayd etilgan suv xo'jaligi sohasidagi huquqbuzarliklar to'g'risidagi fotosuratlar va yoki video yozuvlarni qabul qilish, ko'rib chiqish hamda ularni taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi haqidagi nizom tasdiqlandi. Nizom ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 74-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan tatbiq etiladi. Shaxslar huquqbuzarlikni video texnika vositalari orqali qayd etib, 48 soatda suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasiga vnadzor.gov.uz veb-sayti orqali yuboradi. Foto va video materiallarda quyidagilar aks ettirilishi lozim. Sodir etilgan huquqbuzarlik sodir etgan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar agar mavjud bo'lsa, huquqbuzarlik sodir etilgan manzil, aniqlangan sana va vaqt. Qoida tariqasida foto va video materiallarning davomiyligi 120 soniyadan oshmasligi lozim. Foto va video materiallar 10 kun muddatda inspeksiyaning mas'ul xodimi tomonidan ko'rib chiqiladi. Huquqbuzarlik birinchi marotaba sodir etilgan bo'lsa, huquqbuzarga suvdan foydalanish va suv iste'moli tartibi qoidalari takroran buzilishining oldini olishga qaratilgan tavsiyalar yuboriladi. Ma'muriy jazo chorasi qo'llanganidan keyin 1 yil davomida huquqbuzarlik takroran sodir etilgan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan miqdorlarda jarima solishga sabab bo'ladi. Foto va video materiallarni yuborgan shaxslar huquqbuzardan undirilgan jarima hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 25% miqdorida pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Rag'batlantirish jarima undirilgan kundan boshlab 15 kun muddatda amalga oshiriladi.